Siz bizni birinchi studentlardan biri. Menga bitta narsa to'sqinlik qilganki, tilni bilmasligim. Bizda akушерство ginekologiya bor edi. Men заведующийlar, заведующий kafedra. Ishonmaysiz, menga tur oy qatnadimda Atrobotkaga. Tur oy har shanba borib Atrobotga qilardim. Oxiri qanday bo'ldi? Choyxonaga bordim, osh olib talagandan olib bordik. Hech nima so'ramadim. Terlasa cho'kkan qo'yib. 3 oylik summa so'rashdi. Men aytdimki, yo'q, men uchib qatnayman. Keyin ular yig'ib olib borgan paytda shu заведующийni vizatka bilan ushlab olib ketishdi. O'qib kim bo'lasan dedi-da. Men o'qimasdan ham bo'lib ketaman. O'qiy deysan, o'qishdan foyda nima deydi-da. Universitet shunaqa joyki, 50 yillik amaliyotni 5 yilga shuni siqib joylab qo'ygan joy hisoblanadi. Videoni davom ettirishdan oldin muhim bir yangilik aytib o'tmoqchiman. 20-iyunda Rossiya davlat universitetlariga ofitsialniy qabullar ochildi. Agar sizni bolalaringiz Rossiyada davlat universitetlarida kontrakt yoki byudjet asosida o'qimoqchi bo'lsa, hozir ayni vaqtda hujjatlarni topshirib imtihonlardan o'tib ofitsialniy student bo'lish. Bu borada hujjatlarni taxlashdan boshlab o'qishga kirib ofitsialniy student bo'lishingizgacha biz garantirованно yordam bera olamiz. Agar biz bilan bog'lanmoqchi bo'lsanglar, hujjatlarni topshirmoqchi bo'lsanglar, videoni opisiyaniyasida biz nomer telefonlarini qoldiramiz. Agar siz Moskvada, Piterda yoki Tojikistonda bo'lsangiz, ofislarimizga borib hujjatlarni topshirsanglar bo'ladi. Videoni ko'rishda davom etamiz. Agar savollar bo'lsa, ko'rsatilgan nomerlar bilan telefon qilib, biz bilan bog'lansanglar bo'ladi. Yo, bu App Center. O'qiysizmi, o'qimaysizmi? Muhimi, o'z hayotingizni o'zingiz boshqaring. Hammaga assalomu alaykum. O'rtoqlar, bizning kanalda bugun juda ham ajoyib inson mehmonimiz. Bu mehmonimizni ko'plaring Instagramda ko'rgan bo'lsanglar kerak. Mehmonimiz Asqar Zafarovich, vrach, stomatolog, ortodont. O'zlarining Samarada klinikalari bor. Bizni kollega Asqarbek, xush kelibsiz. Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz siz bilan kamni suhbat qilamiz. O'ylayman, bugungi qilgan suhbatimiz ko'rgan odamlarga, yoshlarga kamni motivatsiya bo'lib, kamni qilayotgan planlari, harakatlariga yordam beradi. Ma'nosi. Nimaga biz Asqarbek bilan siz bilan mana shunday podkast formatida suhbatda olaylik dedik, потому что siz bizni birinchi studentlardan biri. Bizni App Centerdan, bizni uslugamizdan foydalanganda siz. Xuddi shunday. Qanday bo'lgan shu narsa? Men o'zi asli O'zbekistonlik, Samarqandlikman. Urgutda tug'ilganman. Meditsinada yoshligimdan shu yo'nalishga qiziqaman, chunki bu meni ota kasbim meditsina. Endi to'liqroq qilib tushuntirib beradigan bo'lsam, men Rossiyaga o'qish uchun kelganman. O'qish uchun kelib, Samara shahrida tanish orqali kelib, o'sha yerga o'qishga kirmoqchi bo'lganman. Menga bitta narsa to'sqinlik qilganki, tilni bilmasligim. Til juda ham muammo bo'lgan. Umuman bilmagansiz. Til umuman bilmaganman. Rus tilini to'g'risini aytsam, shu Rossiyaga kelib turib o'rganganman. Bilganman rus tilini gapirishda. Bu 19-20 yoshimda. Endi rus tilini bilmagan odam hamma narsani qilib ko'radi. Qayerdan topsa bo'ladi, qaysi internet tarmoqlaridan o'rgansa bo'ladi deb qidirib ko'rganman YouTubedan. Rus tilini o'rganish degan yozib turib internetdan ko'rganmanki, bir adashmasam sizlarni o'sha Sitoropa degan bir сотрудниklaring bo'lgan. O'sha Sitoropa orqali shu rus tilini o'zbek tiliga tarjima qilib o'rganganman-da rus tilini. Shu rus tilini o'sha opadan birinchi qadamlar, ungacha ham bo'lgan qadamlar bor, ularni ham keyinchalik aytib beraman. Lekin основной turtki bo'lgan, endi Rossiya sharoitida yashagandan keyin, ruslar orasida yashagandan keyin rus tilini o'qish orqali o'rganishim osonroq bo'lgan. Sababi o'qish o'rgatadilar YouTube orqali. 3 oylik darslarni olganman. Onlayn 3 oylik darslarni olganman. O'sha orqali tushunmagan joylarimni hammasini tushuntirardim. Tushuntirib berardilar. Keyin men bemalol ko'chada qo'llardim, avtobusda, magazinda, boshqa joyda, hamma joyda shu narsa orqali, shu turtki orqali o'rganib ketganman rus tilini. Bazani endi berganlar. Baza olganman. Masalan, nima olish, masalan, avtobusga chiqqan paytizam oстановkaga to'xtang deyishni ayta olmasdim. 0 bo'lgan ekanda. 0, prям 0 bo'lganman.
Darvoqe. Вот keyin o'sha kishi orqali o'rganib olganman. Endi mana savol. Aha. Meditsina bo'ladigan bo'lsa, Aha. nimaga именно stomatologiya, nimaga lechebное дело emas? Nimaga so'rayman, mana biz siz bilan hamkasbda, men lechebni tugatgan, siz stomatolog. Aha. Вот. Endi aytadilar-ku, обычно stomatologiya не врачи deydi. Вот. Nimaga именно stomatologiya? Bu narsani ko'pchilik aytadi. Men bu narsaga e'tibor qilmayman. Chunki men o'zimning yo'nalishim bor, o'zimning qiladigan ishim bor. Bu savolga javob berib vaqt yetgandan ko'ra lutchi to'g'ri degan. Bu endi meditsinadagi hazil shundayda. Da, ko'pchilik bu narsani aytadi. Imенно stomatologiya deydigan bo'lsak, bu savolga juda oson va tez javob bera olaman, chunki mening dadam stomatolog. Biz oilaviy stomatolog biza. O'sha birinchi sinfimdan boshlab hozirgacha bo'lgan davrda avtobiografiyamda stomatolog. Katta bo'lsam stomatolog bo'laman. Pasportingizda ham bo'lsa kerak. Orqa qog'ozlarda stomatolog. Chunki men o'zimni har doim dadamga o'xshagan stomatolog bo'lishni xohlaganman. Zo'r. Mana qarangda, bizda в основном studentlar. Auditoriya hammasi student. Ular ham nima sababdandir o'qishga kirgan. Ular ham kelajagini qurmoqchi, o'qib chiqib kimdir bo'lib ishlamoqchi-da. Va допустим, hozir studentlar yuribdi o'qib, ularda ham qandaydir qiyinchiliklar bo'lyapti. Men bilaman, mana o'zim paytimdan, studentlik paytdan bilaman. O'qishga kirganmisan, допустим, ochni kunduz o'qiyapsanmi? Mana shu 5 yil, 6 yil o'qish davomida qiynalishga tayyor bo'lgan. Sizda studentlik paytingizda qiyinchilik bo'lganmi? Agar bo'lgan bo'lsa, top mana shu ikkita katta qiyinchilik qanday bo'lgan? Savolni salgina o'zgartirishim mumkin. Davaychi. Studentlik paytida qiyinchilik bo'lmaganmi? Bir kun ham bo'lmaganmi degan savol. Chunki studentchilikda har kuni bu sinov. Shunday. Chunki ayniqsa meditsina. Bu meditsinani shunday egallash kerakki, siz inson hayoti bilan o'ynashasiz. Bu narsani o'zimizga singdirib olishimiz kerak. Ana undan keyin shunga qarab tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Men shu sohaga tayyormanmi yoki bu sohani prosa kimnidir xohishi uchun o'rganyapmanmi? Yoki qanaqadir umid qilmash kerak bu sohadanki, что sizga ertaga pul topib beradi yoki zarobat qilish uchun yoki bir qanaqadir foyda olish uchun deb o'qimas kerak. O'qish kerak. Bu meditsinani odamlarga yordam beraman deb. Chunki meditsina shunaqaki, qachonki bir kishini og'rig'ini qoldirib yoki o'shanga yordam qilsangiz agar bundan olgan o'zingizga olgan motivatsiya bu ancha-muncha pul bilan boshqacha hisob va ощущение. Ощущениyangiz boshqacha bo'ladi-da, chunki yanada motivatsiyangiz oshib boradi-da, kimdir kelib sizni oldingizga kelsa. Shuning uchun meditsinani har doim har studentlik paytimda juda ham qiyinchiliklar. Nima desam, bu studentlikdagi qiyinchilik bu qiyinchilik emas, bu insonni hayotga tayyorlab boradi. Qaysi paytda nima qilishimiz kerak? Masalan, disiplinaga o'rgatadi. Siz ertalab turishingiz kerak, zavtrak tayyorlashingiz kerak o'zingiz uchun, xalatlaringizni utuglashingiz kerak o'zingiz uchun, chepchiklarni utuglash, tayyorlash kerak. Первая обувь, вторая обувь bor-ku, masalan, smenная обувь bor-ku, tipa smenная обувь постоянно taskат qilish, kurtkani olib olish. Smenная обувь ham bor. Universitet такой был. Больница qo'ymardimi bo'lsa? Нет, тут куртка, сумка и халат, вторая обувь. Так qiyin bo'lgandiki. Avtobus. Endi avtobusda emas, это уже другая tема. Chunki avtobusda oстановkaga 24, 41, 34-avtobuslar kutib turardik o'sha paytda, sovuq. Avtobusni kutib turish bir tema. Avtobusga minib olish ham bir katta yutuq bo'lardi, chunki juda ham qilinch bo'lardi. Bunga eshigini ochilib yopilishi hamma ertalab avtobus kutadi. Hamma kutadi, shunaqa bo'lardi. Shunday. Men so'radim sizdan, ikkita top katta qiyinchilik mana xotiringizda qolgan, допустим, qanday momentlar bo'lgan? Допустим, studentlar bo'ladi, o'qiydi, zachotlarda qiynaladi. Menda o'zimda bo'lganda aytishim mumkin, то что bizda акушерство ginekologiya bor edi. Men заведующийlar, заведующий kafedra. Ishonmaysiz, men где tur oy qatnadimda Atrobotkaga. Tur oy har shanba borib Atrobotka qilardim. Oxiri qanday bo'ldi? Oxiri shuni ertalab chiqsam, yonimdagi podyezdda, men endi общагada emas, kvartirada turardim bu yerda. Yonimdagi podyezdda shu yashar ekan. Sekin bordim, so'rashdim ertalab, bitta u mashinasiga o'tirdi, men ostanovkaga ketdim. Shu ostanovkada turmamda chiqdi, sadist dedi. Universitetga o'g'ir tashadi. Endi ketyapmiz.
keyin men aytdim, я в субботу хочу к вам на отработку прийти dedimda. Ты откуда debdi. Men aytaman, из Таджикистана deyman. У вас вкусный плов делают dedida. Men aytaman, да, конечно. Все хорошо, в субботу приходи. Namyoq berdi-ku. Choyxonaga bordim. Yonimda bitta sherigim bor edi, G'ulqandozdan. Aytibdi, aka, menda ham bir 8 ta отработкам bor, men ham sen bilan boray. Men aytdim, тогда dedim, maosh zakaz qilaman dedim, oshni sen olasan dedim, borib yopamiz. Osh oldi bittalagandan. Olib bordik. Hech nima so'ramadim. Berlar zachyotkani qo'yib berdi. 6 oy, 4 oy qatnaganda mana shu nimaga отработкаga. Oxiri 4-oyda yopib beradi. Sizda qanday bo'lgan? Shunday holatlar bo'lganmi o'zi? Da, juda ko'p bo'lgan bunaqa holatlar. Men masalan, siz tilni bilardingizmi bu paytga? Da, menda rus tilidan muammo yo'q edi. Muammo yo'q edi. Shunaqa holat bo'lganki, eng qiyin payt bu anatomiya. Anatomiya bu juda ham qiyin. Bo'lganda o'sha paytda, mana hozirgi paytda o'sha narsa uchun men ishlab manza qilaman, chunki anatomiyani bilganim uchun. Anatomiyada shuni bilardiki, har doim отработкаga qatnash kerak edi. Отработка zachot olish uchun juda qiyin bo'lardi-da. 6 kun qiynalasiz, 5 kun qiynalasiz o'qishga o'zi. Dam olamagan degan paytingiz yana отработкаga borishingiz kerak edi. Bu shanba kuni. Shanba kuni отработка qabul qiladigan kun. 200 ta, 300 ta ochert bo'lardi. Ochertga turardik, anatomiyani topshirish uchun. Shuncha ochertda o'tganingizdan keyin bitta savol bilan sizga javob bera olardim. Ertalab soat 8 ga borasiz, 8 ga borib turib kutasiz kechgacha, 6-7 gacha kutasiz. O'sha bitta savolga javob berishdi. Agar bitta savolga javob bera olmasangiz, aytardiki, nasl düşün. Tayyorlanib ketadi. Standartni. Endi bu stress, bu narsani qabul qilish, bu narsaga ko'nikish odamni hayotga juda katta tayyorlab borar ekanda. Chunki unga jahlingiz chiqibsa ham chizga yutasiz. U odamni o'sha ustozlarni, preparatorlarni ko'ngliga qaraysiz har doim. Bu odamni shunchalik tarbiyalaydiki, bu tushuntirib berish qiyin. Bir holat bo'lganki, gruppovoy o'zimiz endi kelishmoqchi bo'lganda, xuddi osh plov temasini aytdingiz-ku. Xuddi shunga meni gruppam Yevro gruppa bo'lgan. Yevro gruppa bu yerda inostrannlar, boshqa masalan Marokkodan, Izraildan, Suriyadan, hamma shaharlardan bor, bir 15 xil davlatdan kursdoshlarim meni. Bitta o'zbek men orasidan. Maza. Vot. Shunaqangi tema bo'lganki, fransuzcha gapiradi, inglizcha gapiradi, arabcha gapiradi, har xil. Biz hamimiz rus tilini bilmaganmiz. Biz отработкаga qatnardik, постоянно qatnardik. Bizani gruppaga постоянно заведующийlarni qo'yardi. Hamma yo'nalish bo'yicha заведующийlar bizga dars o'tardi. Bir kun anatomiyani kelishmoqchi bo'lishdi ular. Aytishdiki, kelishadi, hal qilsak bo'ladimi deyishdi. Keyin men aytdimki, qancha bo'ladi? O'sha aytilgan summaga men 3 oy yashayman. Tushunsiz? O'sha aytilgan summaga men 3 oy yashayman. Endi summani aytishim shart yo'q, просто o'sha summaga yashardim. Men aytardim, yo'q, men lutchi отработкаga qatnayman. Uni bera olmayman, chunki xohlamayman. Chunki dadam har oy 5000 rubl jo'natardilar. Yashashim uchun shu payt $100 bir oyga yetardi. Yashagan ekan. Bizda 3000 edi. 5000 rubl jo'natardilar bir oyga. O'shani yetkazishimiz kerak edi. 3 oylik summa so'rashdi. Men aytdimki, yo'q, men lutchi qatnayman. Keyin ular yig'ib olib borgan paytda o'sha заведующийni vizatka bilan ushlab olib ketishdi. Anatomiyadan bitta o'zim qolib ketganman. Bir o'zim anatomiyaga o'sha bermaganim uchun, отработкаga borganim uchun komissionni ekzamendan tushib, ulardan savolga javob berib, zachotni borib dekanatga bordim. Dekanatga aytishdiki, zachot qo'yib bersam desam, допускка ekzamen. Aytdiki, yo'q, sizlarning gruppalaring birortasiga zachot qo'ymaymiz dedi. Nimaga desam, agar sizlar kelishgansizlar, eshitdingmi, заведующийni olib ketdi. Keyin aytdimki, men unga qatnashmaganman, men o'zim topshirdim. Keyin telefon qilishdi, preparatorlarga telefon qilib turib, meni so'rashdi, Ahmadov qo'yib berishdi. Keyin ekzamenga kirdim. Ekzamenga kirganim bu juda katta tema. Sababi ekzamenga yetib olish bir qiyin. Ekzamenga topshirib chiqish yana bitta qiyin ish. Допуск olish nimada? Juda qiyin. Da, juda qiyin. 3 oy, 4 oylab допуск ola olmaysiz.
u paytda hamma fanlardan dopusk bo'lishi kerak. Hamma fanlardan dopusk ekzamen kirishga ruxsatnoma berilsa, undan keyin ekzamen kirishimiz mumkin edi. Shunday. Naskok tayyorgarlik qilib borardik. Keyin anatomiyadan ekzamen boshlandi. Ekzamenga kirdim. Kirib savollarni o'qidim. Savollar men uchun tanish savollar, lekin to'liq javob bera olmayman. Nima uchun? Rus tilini bilmayman. Chiroyli so'zlarni gapira olmayman rus tiliga. Keyin men har doim anatomiyadan kerakli joylarni yodlaganman, zubrik qilganman, постоянно yodlaganman. Prepodavatel chaqirdi meni, ekzamen oladigan tayyorman dedim, bordim. Borsam, yoshi katta bir prepodavatel o'tiribdi. Keyin savol beryapti. Qayerdansan? Men aytdimki, Samarqanddanman, Samarqandlik. O, dedi, Samarqand dedi, da dedi. Timurlanga знаешь dedi. Так. Amir Temur'da. Men aytdimki, да, знаю dedim. История хорошо учил dedim. Потому что именно подготовительный litseyda o'qiganman-da. Tarixni ham o'qiganman, anatomiya, yo'q, tarixni ham o'qiganman, tabiiy fanlar, ijtimoiy fanlarni o'qib chiqqanman. Keyin aytdim, ha, bilaman dedim. Рассказывай про него dedi. Iya. Anatomiya qarab turadi, короче. Anatomiya пусто, подождет dedi. Ты знаешь это вопросы dedi. Men aytdim, уверенно. Chunki ekzamenda shunaqa narsaki, уверенность kerak odamga. Shunday. Уверенностьsiz bo'lmasa, prepodavatel сразу biladi sizni. Сразу biladiki, ну deydi, bu deydi, o'qimagan deydi. Chunki savollarga to'liq bilmasangiz ham harakat qilishingiz kerak edi, уверенно turishga. Да, я знаю, конечно, dedim. Рассказывать про него dedim. Давай рассказывай dedi. Keyin Amir Temurda tug'ilgan yilini, qayerlarda urush qilganligini, Samarqandga qurgan binolar, shunaqa hammasini qisqa qilib aytib berdim-da, rus tilida. Iya. Shunisi rus tilida tushuntirib beryapman. Bu juda qiyin ishda, bilaman o'zbek tilida, lekin rus tilida bu narsani tushuntirib berish, родился в этом адрес deb turib tushuntirib beraman. Sonla kelgan paytga yozib beraman. Bu ikkinchi kursda bu, ikkinchi kurs. Уже rus tiliga примерно 1,5 yil bo'lgan payt. Bu payt rus tilini o'rgangan paytim. Уже Amir Temurda tarixini aytib beraman rus tilida. Перевод qilib. Уже bu katta deb. Уже bu nima desam, bu narsani men o'zim ham o'sha paytda eslasam, keyin aytib berdim Amir Temur tug'ilgan yilini, qayerda nima qilganini hammasini aytib bergandan keyin Ahmadov dedi. Ты хорошо учился dedi. Подготовился хорошо dedi. Подготовить tayyorgarlik ko'ribsan, yaxshi tayyorgarlik ko'ribsan dedi. Zachotga-day dedi. A про anatomiya men o'zim xohlamayman shu anatomiyani nima desam, qiyin qilib so'ramasligini. Lekin bilaman, 3 ta savol bor. Haligacha o'sha savollar esimda. Haligacha o'sha 3 ta savol esimda qolib ketgan. Birinchi savol yoshi katta insonlar bilan yoshi kichik insonlarning bosh chanog'ini farqi. Farqlarini tushuntirib bering. Chunki yosh bolani pastki jag'i orqaroqda bo'ladi, bosh yuqori miyasi kattaroq bo'ladi. Bu narsani tushuntirib berish kerak edi. Так, ikkinchisi bu suxajili. Qo'lda suxajilisini 5 tamiz suxajilisini aytib berish kerak edi. O'sha savol esimda turibdi. Uchinchisi nerv haqida. Nerv. Nervlar haqida, chunki anatomiyani men juda qiziqib o'qiganman, maza qilib o'qiganman. O'sha paytda bizga zavedushi juda nima desam, tushuntirib berardi, chizardik-da. Endi bizda shunaqa bo'lganki, chizib turib o'rganardik anatomiyani. Bizda ham bor edi. Nima, dnevnik по анатомии biz ham chizganmiz. Полностью рисунокlarni. Nervlarni. И среди ham получается стандартный вопрос-da, anatomiyada savollar bo'lsa, biletlar экзаменационный. Ya'ni birinchisi обязательно кости, ikkinchisi mышцы, uchinchisi nerv. Nerv, da, o standartniy vопросlar. Xuddi savollarga tayyorgarlik ko'rganman, aytishga tayyorgarlik ko'rgandim. Amir Temur tayyorgandan keyin men Amir Temurda ответ qilib javob berdim. Aytdiki, Ahmadov dedi, men тебе хватит тройка dedi. Men aytdimki, если жирная тройка хватит dedim. Не буду даже торговаться, magar молодец dedi. Qo'yib berdi bahomni, chiqib ketdim. Endi zachot olish va ekzamenni topshirish bu juda katta baxt. Конечно. Bu studentlar tushunadi xolos. Videoni davom ettirishdan oldin muhim bir yangilik aytib o'tmoqchiman. 20-iyunda Rossiya davlat universitetlariga официальный qabullar ochildi. Agar sizni bolalaringiz Rossiyada davlat universitetlarida kontrakt yoki byudjet asosida o'qimoqchi bo'lsa,
Hozir ayni vaqtda hujjatlarni topshirib, imtihonlardan o'tib, ofitsialniy student bo'lish. Bu borada hujjatlarni taxlashdan boshlab o'qishga kirib, ofitsialniy student bo'lishingizgacha biz garantirованно yordam bera olamiz. Agar biz bilan bog'lanmoqchi bo'lsanglar, hujjatlarni topshirmoqchi bo'lsanglar, videoni opisiyaniyasida biz nomer telefonlarini qoldiramiz. Agar siz Moskvada, Piterda yoki Tojikistonda bo'lsangiz, ofislarimizga borib hujjatlarni topshirsanglar bo'ladi. Videoni ko'rishda davom etamiz. Agar savollar bo'lsa, ko'rsatilgan nomerlar bilan telefon qilib, biz bilan bog'lansanglar bo'ladi. Nimaga aytyapman? Потому что bunday holat sizda ham bo'lgan, menda ham bo'lganda, bizda ham borardik. Пока hamma fanlardan отработкаларni qilib допуск olmaysiz, ведомость qo'l qo'ydirib, dekanatga пока borib, допуск ekzamen topshirishga olmaysiz, siz qolib ketasiz hammadan. Odamlar borib уже ekzamen vaqtlarida topshiraveradi, siz отработка qilib yuribsiz. Да. Men qaraysiz, ular kafedrada ekzamen topshirib, siz hali отработка qilib yuribsiz. Shunday. Bu дополнительный qo'shimcha motivatsiyada. И hozir men bilaman to'shda ko'p bolalar meditsinada, boshqa направлениyalarda o'qiyotganlarda ham bu holat bo'lyapti. Bu holat bo'lganda ko'plar, nima desam, singiydi deydimi, nima deydi, duxim padaydi. Shunga O'ksinib qoladi. Da, o'ksinib qoladilar. Shunday bo'lmasligi uchun mana bizni holatni ko'rib, ular ham tushunadi, to'shda bu normalniy holat. Normal. Studentlarda bu normal holat. Har bitta student o'qish davomida bilaman to'shda ishlaydi. Men ham ishlagan, bilaman, bolalar ham ishlagan. Siz hozir stomatolog, уже klinikangiz bor, o'zingizniki, qo'lingizda vrachlar ishlaydi. O'qish davomida stomatologiyada o'qib turib, yana qancha professiyalarni ko'rib chiqdingiz, tanishib chiqdingiz? Men sizga tushuntirsam, universitet shunaqa joyki, 50 yillik amaliyotni 5 yilga shuni siqib joylab qo'ygan joy hisoblanadi. Siz 50 yil yashab turib olgan praktikangiz, olgan bilimlaringiz, olgan o'zingizga motivatsiyalarni universitet 5 yil ichiga shuni joylab qo'ygan. Shu 5 yil o'tganingizdan keyin уже u yog'iga siz уже bilasizki, qanday harakat qilish kerak, qanaqa qarorlar qilish kerak. Bu narsani o'zidan o'zi paydo bo'lib qoladi. Ishlashga keladigan bo'lsak, dadam O'zbekistondan har doim pul jo'natadilar. Oyiga o'sha $100 pul. U pul ham qanaqa keladi? Bir tanishimiz bor, savdo bilan shug'ullanadi. U pulni dadam uni uyiga olib borib beradilar. U kishi bu yoqdan pul beradi menga. Ular Kazanda yashashadi. U yoqdan menga rubl tashlab berishadi. Endi studentga qancha pul bo'lsa kamda. Bu shunday. Bir nima olgis keladi, bir nima qilgis keladi, yaxshi telefon olgis keladi, yaxshi kompyuter olgis keladi yoki bir возможность bo'lgan, sharoit bo'lgan. Dadam har doim telefon qilib so'rab turardilar. O'qishga ketadigan расход o'zi juda katta, kontraktlari bor. Qancha kontrakt to'lagansiz, kstati, mana kontrakt 1 yilga qancha etsiladi? $3200 bo'lardi o'sha payt. $3200 dan $3500 chiqib borgandi. Har yil ko'tarilardi. Shunaqa ham bo'lib qolgandiki, bir paytlar dollar o'ynadi-yu. Ana shu o'ynagan paytga bir 3200 bo'lib qolardi, bir 3500 bo'lib qolardi yoki 2900 bo'lib qolardi. Ana shu holatga juda tushunarsiz bo'lib qolardi, chunki O'zbekistonga aytish odam o'zi tushunasiz, что summa o'ynagandan keyin bilmaysiz-ku. Yaxshi ham o'sha Kazanda tanishlar bor edi, o'sha akalar tushuntirib bu narsani hal qilardik. Sababi juda qiyin edi dollar bilan rublni alishtirish. Qiyinchilik keladigan bo'lsak, qiyinchilik emas bu. Qiyinchilik deb o'ylamayman studentlik paytidagi. Bu hayotga tarbiyalaydigan vaqt hisoblanadi bu. Hayotga tayyorlanasiz-da. Qiyinchilik deb nimani aytishingiz mumkin? Masalan, ishlaysiz bir joyga. Endi dvornik bo'lib ishlaysiz yoki stроительныйga подсобник bo'lib ishlaysiz yoki qaysidir bir joyga yordamchi bo'lib ishlaysiz-ku. Lekin o'sha ishlaganingizni haqqini olganingizdan keyin siz bilasizki, universitetda o'qiysiz va universitetdan olgan diplomingiz orqali siz katta bir inson bo'lishingizni orzu qilib, o'ylab, u motivatsiyani tasavvur qilish juda qiyin. Masalan, bir kishi ishlaydi bir joyga maqsadsiz. Universitet sizga maqsad beradi. Bu degani siz qayerga ishlashingizdan qat'iy nazar, dvornik bo'lasiz, bir joyda yordamchi bo'lib ishlaysiz.
endi men to'liq qilib tushuntirib beray bu fikrda, чтобы yetarli bo'lsin. O'sha joyda ishlab turib, bilasizki, shoshmab, men shu holatga qolib ketmayman. Men vaqtincha xohlasa diplomni olganimdan keyin men bir katta bir stomatolog bo'laman yoki katta bir joyda boshliq bo'lib ishlayman yoki qanaqadir injener bo'laman deb turib, orzu qilib ishlaganingizga borku, ana u qiyinchiliklar bilinmay qolinadi. Mana shu gapingizga aytaman-da. Mana siz stomatologiyada o'qib turib, meditsinada qanaqangi sohalarda ishlab ko'rdingiz? Stroykada yoki qaytlarda? Qanaqangi sohalarda ishladingiz? Nimaga so'rayman? Chunki bu normal holatda studentda. Mana u har bitta ishi kuryer bo'ladimi, выходной chiqib biron joyda tam lentada, kassada turadimi yoki грузчик bo'lib ishlaydimi? Bu vaqtinchalik holat. Shu vaqtinchalik holat bu studentlik paytida bir normal holat. Agar bu vaqtinchalik holat emas, bu agar основной soha bo'lsa, o'ylab o'qiydigan soha deylik-da. Bu juda ham yaxshi holat emas-da. Men shunday deb hisoblayman. Motivatsiya yo'qolib qoladi. Да. Потому что taksichilik ham obrazna, stroyka ham, dvorniklik ham, bu грузчикlik ham, kassada o'tirish ham bu yosh nimalarga vaqtinchalik holat bo'lish kerak. Parallelni o'qib, maqsad qo'yib, kelajak qurish kerak. Shu joyga bitta narsani to'ldirib o'taman. Aytib ketamanki, 5 yil mobaynida bir kishi bir joyda ishladi. Taksichilik qildi yoki dvorniklik qildi. 5 yil mobaynida oyiga 100 mingdan ishladi. 60 oy bo'ladimi bu? 6 million rubl. 6 million pulda. Sizni misol uchun o'sha insonni 5 yillik umri, 5 yillik ketgan vaqti 6 million rubl turadi. Tushunyapsizmi? 6 million rubl turadi. O'sha insonga 5 yil men aytgan ishni qilasan, menni ko'rsatgan ishlarni qilasan, seni vaqtingni men 6 millionga sotib oldim. 5 yilga. Shu 5 yil mobaynida sen 6 millionni topolsanmi? Demak, men senga 6 million beraman. Seni vaqtingni men sotib oldim. Sen men aytgan yo'nalish bo'yicha ishlaysan, 6 yillik narxing 6 million. Tushunyapsizmi? Bu shunoq deb oylik shunaqa narsaki, men shunoq deb o'ylayman har doim. Hech qachon oylik ishlamayman deganman. Sababi oylikka ishlashdan ko'ra lutchi ishlamagan yaxshi-da. Shunday. Endi ko'pchilikka bu narsa tegib ketishi mumkin, sababi aytishi mumkinki, bu ko'tarilgan yo'q. Prosta oylik sizni keyingi maqsadlaringizni o'ylamasligingiz uchun berilgan kompensatsiya puli. Shunday. Bir oy mobaynida siz boshqa yo'nalish haqida umuman o'ylamaysiz va men sizga 100 ming rubl pul beraman. Shunday. To'g'ri lekin. To'g'rimi? 5 yilga 6 million rubl hozir mana o'rtacha даже 150 mingdan ham olsangiz bir oyga. Endi samara narxida aytdim-da. Da, endi даже 100 mingdan 5 yilga 6 million. Da. 5 yil umriga 6 million bu hisob to'g'ri kelmaydi-da. Da. Siz 6 millionga vaqtingizni sotdingiz, umringizni sotdingiz. Demak, o'sha sotilgan vaqtingiz, sotilgan umringiz siz uchun ishlashni boshlasa, demak siz bekorga u narsani sotmagan bo'lasiz. Nima uchunki, siz o'sha sotgan vaqtingiz siz uchun ishlash kerak. Har doim aytadi-ku, pul siz uchun ishlasin deydi-ku. Xuddi shunga o'xshagan siz ishlasangiz, harakat qilsangiz, o'sha pulni topsangiz, topgan pulingizni biznesga yoki boshqa narsaga yo'naltirib, siz uchun o'sha narsa ishlashni boshlasa, demak siz 5 yil mobaynida bekorga ishlamagansiz. Bizda nima qilamiz? Shu ishlaymiz, pul topamiz, endi o'zimizning hayotiy rasxodlarimiz bor, shularga ketkazamiz va yana ish oqtarishni boshlaymiz. Kecha o'tirganimizda men Boburjonga shu gapni aytdim. Hozir ham bir marta aytib o'tmoqchiman, что bolalar может o'ziga ham bir oladi-da foydali. Yigit kishida 35 yoshigacha mana hayot ikkiga bo'linadi-da. 35 gacha, 35 dan keyin. Mana 35 gacha nimani qursa yigit kishi, shu narsasini dalsh olib keta oladi. Aytaylik, yo 35 yilgacha qiynalib, o'rganib, ishlab nimadir qurib katta narsa quradi. Dalsh уже shu narsani o'zi uchun fundament qiladi. Da. Fundament yaxshi bo'lsa, ikkinchi momenti bu 35 yoshigacha mazza qilib, kimdir qo'lida ishlab, tusovka qilib, yurib, o'qimay, nima qilmay, уже 35 yildan keyin yog'iga уже qiynaladi. Ishlashga to'g'ri keladi. Shunday.
Поэтому 35gacha qiynalish kerakmi yoki 35dan keyin qiynalish kerakmi? Hammani o'zida. Da. Xulosada. O'zini xohishi hamma. Har kim o'zini qurilgan har kim o'sha siz aytgandek har kim o'zi uchun fundament quradi. Har kim o'zi uchun sharoit yaratadi. Endi ertaga nima bo'ladi bilmaymiz, lekin biz har doim Allohga tavakkal qilamiz-da. Tavakkal qilib maqsadlar sari harakat qilamiz. O'qish biz o'qish deymiz. Har doim o'qish oson emas, uni ham bilamiz. Lekin har doim esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Qayerda qiyin bo'lsa, o'sha yerda konkurensiya kam bo'ladi. Shunday. O'qish uchun hamma harakat qilmasdan ma'lum bir insonlar harakat qilishni boshlasa, ularga konkurensiya kamroq. Chunki chem boshqa ishga ishlagandan ko'ra, masalan, bizda Rossiyada, shu Rossiya territoriyasida oddiy ishlar, oson ishlar, masalan, men ham harakat qilishim mumkin, chiqib turib ishlar, masalan, dastavka yoki taksichilik yoki bir stroykada ishlash. Bu aytmoqchi emasman, bu ish emas, yo'q. Prosta o'sha ishni shunaqangi kuchlisi bo'lishingiz kerakki, чтобы o'sha joydan yorib chiqishingiz kerak. Shunday. Shunga misol qilib aytaman, bir holat bo'lganda, birinchi kurslik paytim, men tojik tilini ham yaxshi bilaman. O'zbek tili, tojik tiliga ham gaplashaman. O'zi samarqandlik uchun tojikcha Rossiyada kelib o'rganganman, lekin tojikchani ham unchalik yaxshi bilmasdim. Sinfdoshlarim ham ko'pi o'zbek, tojik millatlari shunaqa O'zbekistonda. Shunaqa holat bo'lganki, Rossiyada tojik tilini bilganman. Bizda avashnoy baza bor. Avashnoy baza Samarada. Samarada avashnoy baza bor. U yerga shunaqa qilardiki, pul qayerdan ishlagansiz, ishlab turganmisiz degan joyingizga, shu savolingizga studentlik paytimda. Qaysi sohalarga kirib chiqdingiz? Da. O'sha payt avashnoy bazada, mevalar sotadigan bazada borib turib, kechasi soat 9 dan ertalab 9 gacha biz sortirovka qilardik mevani. Mevalarni sortirovka qilardik. 12 soat ish. 12 soat ishga 1000 rubl pul berardi. Kechasiga 1000 rubl pul berardi. Qancha yillar? Bu 2016, 17, shu 18 orasida. Keyin meni bir turkmen jo'ram taklif qildi. Aytdiki, "Yur, mana shu yerga ish bor ekan" dedi. Biz ish yoqtardik bu payt. Endi hamma payt dastavka unaqa narsalar unchalik yo'q edi. "Yur" dedi, "Ishi bor" dedi. Men aytdim, "Bo'pti, ketdik" dedim. Borsam 20 tonna, 30 tonna, 50 tonnagacha mevani sortirovka qilish kerak. Biz 12 kishimiz. 11 ta turkman, bitta men, o'zbek. Shunaqa holat bo'lganki, o'sha joyda ham har doim liderlikda harakat qilishingiz kerak. Har joyda o'sha lider bo'lsangiz agar, siz yorib chiqa olasiz o'sha yerdan. Salgina aqlli ishlatish kerak xolos. Shunday bo'ldiki, mevani sortirovka qilamiz. 11 kishi ishlaydi. Tojik bola, tojikistonlik kelib tushuntiryapti ruschalab. Hech kim tushunmayapti. Men ham tushunmayman rus tiliga. Keyin tojikchalab gapiryapti, u ham tushunmaydi. Turkmanlar tojikni tushunmaydi, tojik tilini. Keyin men aytdimki, o'sha boshlig'ning oldiga bordim, aytdimki, "Men dedim tojikchani bilaman" dedim. Agar nima kerak bo'lsa, men o'rtaga turib tushuntiraman buni. Perevod qilib beraman. Perevod qilib beraman dedi. U aytdiki, 500 rubl ustiga qo'shib beraman agar shu ishni qilsang dedi. 1000 rubl beradi, 500 rubl yana doполнительный pul beradi-da. Keyin 1500 rubl pul beradi. Men ularning ustidan boshqaraman-da. Bu narsani qiling, u narsani qiling yoki u keladi menga tojikchalab tushuntiradi. Men o'zbekchalab ularga perevod qilib tushuntirib beraman. Короче, brigadir. Bu xuddi shunaqa narsa. Ko'rdingizmi? 2 kun, 3 kunning ichida bu shu narsani o'rganib oldim-da, o'shalar bilan yaxshi bo'lib oldim. Buni aytmoqchimanki, har joyda qanaqa joyda ishlashingizni qat'iy nazar, o'sha joyda harakat qilishingiz kerakki, qiyin bo'lyaptimi? Demak, unga sabr qilish kerak emas. Uni qiyinchiligini osonga aylantirish uchun ozgina miyani ishlatish kerak. Qanday qilib oson qilib ishlasa bo'ladi, qanday qilib o'sha qiyinchilikni yengsa bo'ladi deb turib, ozgina o'ylash kerak. Qanaqangi yana yo'llari bor, ko'rish kerak-da. Da. Bitta joyga taqalib. O'zi aytadi-yu, ko'p ishlar, ko'p yangiliklar uyda bekor qolib ketgan yoki bir o'tirib qiynalib ketgan insonlardan kelib chiqadi-da ko'p narsa. Ko'pchilik shu narsani o'ylab topadi. Chunki hamma narsasi bor odamga bu narsalarni o'ylab topish qiziq emas.
hech narsasi yo'q, qiynalib yurgan inson uchun bir narsani yangilik qilish unga juda katta bir motivatsiya beradi. Shunday. Mana siz o'qish davomingizda ovochnaya bazada ishlagansizda. Stroykada ishlaganman. Stroykada ishlagansiz. Больницада nima ishlaganmisiz? Stomatolog помощник assistenti bo'lib, yo'q, unaqangi yo'q edimi sizlar paytda? Eng nima desam, shunaqangi tochkaga urdiz-ku hozir. Eng nima deydilar o'zbekchasi, hozir men sizga aytaman. Ruscha ayting. Hozir hanuzga yaraga tusib kontak bo'lmaydi. Просто qanaqadir tochkada bu, shu tochkaki o'sha tochkaga agarda eslab qolsak, har doim meni qiynaydigan narsa shunaqa bo'lganki, o'sha narsa uchun ham motivatsiya olaman-da. Siz aytdingiz, hozir meditsinaga ishlaganmisiz, boshqa joylarga ishlagan ekansiz-ku. Meditsinaga ishlab ko'rganmisiz? Biz paytda просто hamma bolalar больницада ishlardi. Ayni paytida biz shunga tushib qoldik, bitiruv yilida Covid payti edi. Covid payti bu самый такой eng pul ko'p topiladigan payt edi-da. Hamma reanimatsiyada. Hamma вот больницада biz ertalabdan kechgacha, kechki дежурствоlarda, smenalarda, то есть mana весь gruppamda hamma ishlardi. Bizda вот boradi, то что borardik siklga, sikl bilan bir oy bo'ladi fanlar. Допустим, bizda xirurgiya bir oy sikl, terapiya bir oy sikl. Sikl paytda borardik, ertalab 8 ga, soat 2-3 largacha dars bo'lardi, o'sha biz qolardik ash больницада. Ish, kechki payt borib bitta uyga borib inosh almashtirib kelib, ertalab yana shatdan darsga chiqardik. Больницада yashardik, bunday qilib tursak. Sizda qanday bo'lgan? Ishlaganmisiz? Rossiyada ko'p sohalar bor. Masalan, stroyka, dvornik, dostavchik yoki bir hammasiga birma-bir kirib chiqqanman. Ko'proq stroykada ishlaganman. Juda ko'p stroykada ishlaganman. Chunki stroykada возможность bor edi, pul ham yaxshi edi, yaxshi to'lardi. Boshlanishiga kunlikka borib ishlardim. Keyinchalik уже объемga berishni boshlashdi. Shunaqa bo'lganki, men 2-kursimdan boshlab stroykaga ishga chiqishni boshladim. Stroykada tom yopardik, внутренний ishlarni qilardik, masalan, shpakilovka, kraska ishlarni qilardik. Bu narsalarni o'rganib olganman, bir oyda ichida o'rganib olib, keyin o'zim объемga ishlashni boshlaganman. Keyinchalik sekin-sekin pul yig'ishni boshlaganman. Pul yig'ib qo'yaverganman, o'zimga kerakli narsalarga ishlataman deb yig'ib qo'yganman. Shunaqa payt bo'lganki, 3-kurs paytim o'ylab yurardim-da, stomatologman. Hozir endi boshlashim kerak ishni. Menga hech kim 5-kurs bitkazgandan keyin, tugatgandan keyin hech kim menga "Men ish" deb turib berib qo'ymaydi. Tем более men qo'lim hunarga hali unchalik kelmagan, tish uzish bilmayman, qo'l qish bilmayman. Keyin rosa stomatologga qidirganman. Meni ishga olishsin, mayli besplatni, polarta yoki yordamchi bo'lay deb ish qidirib yurgan paytim, Xudoning qudrati bilan shunaqangi holat bo'lganki, klinikasi bor bir insonni uyiga borib qolganman. Ishga. Shpakilovka qilgani, kraska qilgani borib qolganman. O'sha insonni klinikasi bor, ular partnyor ochilgan ekanda, hali ham bor o'sha klinika. Keyin yana bir qiziq holat aytib beraman klinika haqida. Men aytdimki, bilmasdim uni, stomatologni men через посредник borganman ishga. Ishlarni qilib beraman, keyin keldi u stomatolog deb gapirib qoldi-da. Stomatolog deb gapirib qoldi. Keyin men aytdimki, "Men stomatolog ishga olmaysanmi, как assistent?" Men посредникка aytdim, "Iltimos, shuni gaplashib ber, meni ishga olsin." Keyin u inson aytdiki, "Ha, kelsin klinikamga" dedi. "Kelsin klinikamga gaplashamiz." Keyin men vaqti gaplashdik, bordim o'sha klinikasiga borsam, partnyori ham bor ekan uni. 2 kishi bo'lib ochishgan ekan u klinikani. U partnyori implantolog ekan. Implantolog, implant qo'yadi. Bordim, gaplashsam, aytishdiki, 50 ming rubl bersang 3 oyda ichiga men senga implantatsiyani o'rgataman, постоянно men oldimga qatnaysan. O'rganib olasan meditsinani dedi. U paytga 50 ming katta pul, u kamida 6 oy, 7 oy yashash mumkin pulga. Men aytdimki, "Лучше" dedim, riskovat qilmayman. Men keyin o'rganishim mumkin dedim. Tak hozir unchalik pulim yo'q. Nima qilaman? Hamma narsa pulga borib taqaladi-yu. Shunday. Pul. Lekin
shunaqa payt joylar ham bo'ladiki, pul yordam bermaydigan joylar ham bo'ladi-da. Shu payt u yerdan chiqib ketdim. Chiqib ketgandan keyin yana настроение yo'q, uyga ketdim. Bir 20 dan ziyod klinikaga borganman. Olmaganmish. Olmagashga. Nima uchun? Birinchi o'chatga optrabotan yo'q, rus tilini bilmaysan. Shunchalik darajaga urganki rus tilini bilmasligim, rus tilini bilaman, gaplasha olaman, bemalol rus tiliga gaplashib ketiraman, lekin o'sha ularga gaplashayotgan paytda qanaqadir xatoliklar bo'lganmi shuning hisobiga ular yo'q, ishga olmaymiz. Keyinchalik necha yil bo'ldi mana? 8-10 yildan keyin o'sha klinika через tanish orqali bir klinikada ishlayman. Через tanish orqali o'sha klinika meni iltimos qilib ishga taklif qilyapti. O'zi. Tushunyapsizmi? Necha yildan keyin men o'zimga o'zim so'z berib qo'ygandimki, bo'laman eng zo'ri, o'zi kelsin. Mana qarangda. Shuncha narsadan o'tgansiz, в любом случае, mana aytaylik, hamma ishda ishlab ko'rdingiz. Parallelni o'qiyapsiz-da. Stroykalarda ham ishlab ko'rganman. Da, вот hammasidan o'tyapsiz, bu narsalar o'zi bo'lib ketyapti. Da. No, siz bilasiz, to, что sizda основной qilayotgan ishingiz bu o'qish. O'qish. Bu o'qishdan tashqarida bo'layotgan holatlar. Da. Вот bizda aytadi. O'qib kim bo'lasan deydi-da. Men o'qimasdan ham bo'lib ketaman. O'qiy deysan, o'qishdan foyda nima deydi-da. Вот mana shu qanchalik to'g'ri podxod. Nima deysiz? Bo'y bo'lish masalasi bo'yicha aytadigan bo'lsam, qanaqa bo'y bo'lish? Bo'y bo'lishning ham turlari ko'p-da. Bo'y bo'lish bor, pul bilan bo'y bo'lish bor. Mana boringizga shukr. Bo'y bo'lish bor, ma'naviy, aqlan bo'y bo'lish bor. Million pulingiz bo'lgani bilan aqlingiz yetmasa, qachondir borib turib devorga boshingiz uriladi. Chunki bir qadim zamonda endi Aristotel deyishganmi, bir olim odamning oldiga kelib aytishganki, men qaragin, sen shunchalik aqllisan, shunchalik donosan, ko'ribsan mana qo'shnimizni bo'yligini, shunchalik ko'p bo'yligi borki, degan paytga o'sha aqlli odam aytgan ekanki, men uni bo'yligini bilmayman, lekin pul borligini bilaman degan ekan. Tushundingizmi? U odamning puli borligini bilaman, lekin bo'yligi borligini bilmayman degan ekan. Shunday. Shuning uchun har doim ikkalasini bir xil olib ketishga harakat qilishimiz kerak. Aqlli odamda pul bo'lsa, bu yanada kuchliroq, u aqlli bo'ladi. Boy odamda pul bo'lsa-yu, u inson aqlli bo'lmasa agar vaqtinchada, значит. Bu vaqtincha ham u insonni puli borligi xolos o'sha. Shunday. Zo'r javob bo'ldi. Hozirgi paytda bizda Samarada mana shuncha pog'onadan o'tdingiz, bitirdingiz, diplom oldingiz, ordinaturani tugatdingiz. Hozir mana biz siz bilan Moskvada ofisda o'tiramiz, Apcenter. Bugun 25-may bizda. Apcenter ofisda o'tiramiz hozir mana. Moskvaga kursga keldingiz doполнительно, to'g'rimi? Повышение квалификации. Nimadir qo'shimcha yana o'zingiz ustida ishlab, o'qish to'xtagan yo'q-da. Yo'q. To'g'rimi? Men ham meditsinani bitirib bo'lib, men ham darsga o'qiyman. Yana o'qiyman. Bu holatda bu. O'rislarda aytadi-ku, vek живи, vek учись deydi. Da. Вот. Endi qarang, hozirgi paytda Samarada azadantmisizda o'zi? Klinikada. U yoqda nima qilsa bo'ladi, u nima bo'lyapti o'zi? Вот klinikani ochdingiz, da, вот bitirdingiz, diplomlarni oldingiz, klinikani o'zingiz ochgansiz, to'g'rimi? Klinikani men готовый biznes sotib olganman. Tayyor klinika bo'lgan. Urush payti boshlanib qoldi. O'sha paytda hamma ketishni boshladi. Endi boshqa davlatdagilar. Shu payt men Avito orqali bu klinikani topib sotib olganman. Tayyor biznes. O'zingizni pulingizga sotib olganmisiz yo o'zingizga emasmi? Oilaviy pulimizga sotib olganmiz-da. Birinchida. Qabul. Bu hammasi. Qabul. Hozir nima bo'lyapti? Qanday вот klinika ochdingiz-da? Вот siz stomatolog. Biror marta yurg'izmagansiz klinikada? Tushunishim bo'yicha shunday? Klinika masalasi bo'yicha aytadigan bo'lsak, bu meni ota kasbim. Bizda klinikamiz bor Samarqandda, Urgutda. Dadam stomatolog. Men yoshligimdan dadam stomatologlarni ko'rib, stomatologlar o'sha klinikalarga borib, o'zimga motivatsiya olganman. U kishi klinika ochganlar, klinikani yurg'izadilar haligacha.
45 yildan beri stomatolog bo'lib ishlaydilar. O. Ikkita akam stomatolog. Biza oilaviy stomatolog biza. Akalarim ham dadamning orqalaridan borib stomatolog bo'lganlar. Dadam o'rgatganlar shu narsani. Dadamning orzulari bo'lgan oliy ma'lumotli bo'lish va oliy ma'lumotli o'g'illarni qilish. Stomatolog, oliy ma'lumotli stomatolog qilish orzular, maqsadlari bo'lgan. O'zlari Toshkentda o'qiganlar. Texnik yo'nalish bo'yicha o'qiganlar dadam. Bu o'sha paytda texnikum bo'lgan, o'sha texnik tish yasash bo'yicha shunaqa bo'yicha ish o'qiganlar. Lekin o'qishni ham joyiga qo'yib o'qiganlarki, man degan hozirgi oliy ma'lumotli vrachlardan zo'r biladilar. Chunki bu kasbni juda yaxshi ko'radilar. Tushunasizmi? Bu kasbni yaxshi ko'rganliklari sababli shunchalik darajaga, san'at darajasiga olib chiqqanlarki, bir katta klinika ochganlar. Bu kasbini yaxshi ko'rgan bo'lmaydi-da. Agar bu bilan bir umr shu endi aytadi-ku, professiya жизни dedi. Bu ana shu narsa-da. Hayotda. Videoni davom ettirishdan oldin muhim bir yangilik aytib o'tmoqchiman. 20-iyunda Rossiya davlat universitetlariga ofitsial qabullar ochildi. Agar sizni bolalaringiz Rossiyada davlat universitetlarida kontrakt yoki byudjet asosida o'qimoqchi bo'lsa, hozir ayni vaqtda hujjatlarni topshirib, imtihonlardan o'tib ofitsial student bo'lish. Bu borada hujjatlarni taxlashdan boshlab o'qishga kirib ofitsial student bo'lishingizgacha biz garantirованно yordam bera olamiz. Agar biz bilan bog'lanmoqchi bo'lsanglar, hujjatlarni topshirmoqchi bo'lsanglar, videoni opisiyaniyasida biz nomer telefonlarini qoldiramiz. Agar siz Moskvada, Piterda yoki Tojikistonda bo'lsangiz, ofislarimizga borib hujjatlarni topshirsanglar bo'ladi. Videoni ko'rishda davom etamiz. Agar savollar bo'lsa, ko'rsatilgan nomerlar bilan telefon qilib, biz bilan bog'lansanglar bo'ladi. Klinika masalasiga keladigan bo'lsak, hozir nima bo'lyapti yoqda? Klinika o'zi. Men klinikani ochilish tarixini aytib beradigan bo'lsam, klinikani topilish tarixini aytadigan bo'lsam, stroykada ishlayib yurardim. Stroykadan tugatib chiqdim ko'chaga. Ko'chaga chiqib avtobusga qarab ketyapman. Kutib turibman avtobus ostanovkasiga. Bir Shuhrat aka degan bir taksi aka bor. O'sha aka juda yaqin inson. 10 yildan beri o'sha aka bilan birinchi marta kelib o'sha kishi bilan tanishganman. U inson telefon qildi-ki, aytdiki, "Askarni qayerdasan?" Men aytdimki, "Uyga ketyapman." "Bilasanmi nima narsani men sen uchun topdim?" dedim. Men aytdimki, "Nima?" Bitta ayol kishini ko'rsatdilar. Ya'ni video vizitdan telefon olibdilar. Ayol kishini orqaga o'tirib, ayol kishini ko'rsatyapti. Aytdilarki, "Ko'rabsan mana bu opani?" dedilar. Men aytdim, "Ha, nima qilibdi bu opa? Men tanir ekanman" desam, "Yo'q, bu opa dedilar, stomatologiyadan chiqdilar" dedilar. "Bu kishi Tojikistonga ketmoqchi ekanlar. Sani o'rinlariga qo'yib ketadilar" dedilar. Men gaplashdim deyaptilar. Endi shunchalik xursandki, ichimizda motivatsiyaki, klinikaga ishga kirar ekanman. Chunki u opa ketadi, men uning o'rniga ishga o'taman. Hali u yordamchi emas, stomatolog emas, u pol artish bilan instrument yuvish bu orzu, stomatologiyada bo'lgan shu ish. Rus klinikasiga. Klinikaga ishlayotgandim. O'sha klinikani ishlab turib, keyinchalik boshqa klinikalarga ham ishga boshladim, chunki o'sha opit olganman, o'sha ancha narsani tushunaman. Boshqa klinikalarga ham ishlashni boshladim va u klinikalarga o'zimni bemorlarimni vizitkalar chiqardim. Vizitka chiqarib turib, vizitkani hamma joyga tarqatishni boshladik. Biz 2-3 edik o'sha paytda. O'zimning ustozim ham bor, Yusuf aka. Yusuf aka menga birinchi marta o'sha tish uzishni, tishlab olashni, shu narsalarni o'rgatgan. O'zimdan 2 yosh katta lekin o'sha inson. Shu inson menga shu narsalarga yo'nalish bergan, duxni ko'tarib berganda, tushunasizmi? Shu yo'nalishga qo'rqmaslikni, u kishi ustozlari bor, Konstantin Borisovich. Aravin Konstantin Borisovich bizga juda katta возможность yaratib bergan. Men через Yusuf aka orqali Konstantin Borisovich topib, birgalikda o'sha Konstantin Borisovich klinikasiga ishlaganmiz. O'zimizning bemorlarimizni topib, o'zimiz bemorlarimiz kelgan payt qabul qilib, ruxsat olganmiz ustozdan. O'shalarni ishlab turib, keyinchalik o'sha 5-kursni bitkazdim. 5-kursni bitkazgandan keyin u klinikadan ketishga to'g'ri keldi. U klinikadan ketdim. Ishlaydigan joyim yo'q boshqa. Keyin nima qildim? Bitta boshqa klinikaga borib turib, arenda olib ishlashni boshladim. Qaradim, o'sha iloji bor. Klientskiy patogim bor, odamlar kelyapti, ishonyapti. Keyin Avitonni qidirib tursam, kechasi soat 1 Avitonni qidiryapman, stomatologiya chiqib qoldi. 1:30 ga stomatologiya qo'yilgan, sotuvga qo'yilgan. Men kutdim o'shani. Men o'sha payt bilganman soatga minutlar borligini.
daqiqalar borligini. Nima uchun? Chunki soat 1 dan 8 gacha, 7:59 gacha men minut sanaganman. Shtobi o'sha klinikani hech kim olib qo'ymasin deb. Tushundingizmi? Chunki o'sha klinikani olmasam yo o'sha klinikaga birinchi bormasam ketib qolishi aniq edi. Chunki u klinikani summasi ham, joylashuvi ham hammasi ko'nglimga yoqqani uchun shuni olmalaman, boshqa variant yo'q deb turib o'zimga o'zim so'z berib shuni harakatdan bo'lib kutganman. 7:59 8 bo'lgandan sirasi telefon qildim. Telefon qilsam agar aytdiki, zvonoklar bo'lib bo'lyapti, lekin birinchi sessaniki uchun men seni 9:50 ga kutaman dedi. Bordik. Borsak, klinikani ko'rdik. Yaxshi joylashgani, ikkita kabinet. Shu u klinikani men aytdimki, "Ke, zalog beray." Shu klinikani oldim men. Narxi yetarli. U aytdiki, "Yo'q" dedi, 2 oydan keyin olasan dedi. Yana уже sabr universitet sabrga talab qiladi-yu. Xuddi shunga o'xshagan men aytdim, "Xo'p, pul berib qo'y, ke 50 ming rubl pul berib qo'y, men zalog berib qo'y, чтобы sotmayching." Bu aytibdi-ki, "Berdim slovo senga. Всё, sotmaymichingga." 2 oy kutdim men. Boshqa klinikada ishlayman, har kun tursam ham, yotsam, bitta ishni shunaqangi o'ylasam borku, uxlagan paytimda ham o'sha ish bilan, turgan paytimda ham o'sha ish bilan, o'sha ish amalga oshmaguncha tushimga ham kirib chiqadi. Shunaqa xarakter. Keyin o'sha klinikani borib turib oldim. 2022-yil 22-oktyabr kuni men o'sha klinikani kulchini olganman. Bu endi o'zi maydagina klinika, unchalik katta klinika emas. Lekin men uchun bu juda ham katta klinika hisoblanardi. Katta yutuq ham. Da, keyin hozir mana u klinikani rivojlantirdik. Nima bo'lyapti o'zi yo'q? Hozir klinikamizda ko'pincha imенно ortodontiya yo'nalishi bo'yicha, yuz jag' sohasi bo'yicha qiyin ishlarni olib turib, o'zimiz ishimizda ishlayapmiz. Imенно ortodontiya yo'nalishi bo'yicha. Boshqa yo'nalishlar ham bor, ustozim bor, Yans Edvardovich, u kishi ham ishlayapti. Implantolog, o'zimning kursdoshim bor, Ayub, u endodontist, u ham ortodont. Ba'zi bir ortodont bo'lishimga sababchi bo'lgan o'sha Ayub ham, kursdoshim o'zimni. Shogirdlarim bor. O'ndan ziyod shogirdim bor. Ular ham ishlashyapti. Ikkita administratorim bor. Har doim telefonlarga ответ qilishadi, javob berishadi. Общий nechta сотрудник ishlayapti endi klinikada? Hozir 5 tadan ziyod. Bu официальный ishlaydiganlar, qolganlar уже как yordamchi, assistentlar. 3 ta assistentim bor, 3 ta vrachim bor, 2 ta administratorim bor, уже бухгалтер, уже уборщица, bo'ldi дальше уже. Полноценный уже hammasi ketyapti. Да, полноценный klinika. Endi qarang. Klinika o'zi ishlayapti. Mana sizni mana kamida til o'rganishingizga, shu o'qishda o'qib tugatishingizga biz ham kamida bo'lsa ham 0.05 kam emas. Bu birinchi g'ishtlarni qo'yib bergan, qurilishda birinchi g'ishtlar bo'ladi, o'sha g'ishtlarni qo'yib bergan bu sizlarning kompaniyalaring. Men bu narsani hozir siz bilan gaplashib, suhbatlashib, anchadan beri kuzataman sizlarni Up Centerda. O'sha opa menga katta yordam qilgan, shu yo'nalish bo'yicha rus tilini o'rganishimga juda katta, juda ham xursandman. Yordam bergan. Endi mana o'qishlarni tugatdingiz. Hozir mana o'zingiz sohangiz bo'yicha o'qiyapsiz, klinika уже tayyor ishlayapsiz. Endi Asqar Zafarovichda kelajakdagi maqsad qanaqangi? Maqsad nima desam? Hayotiy maqsad bu hayotga bir kerakli inson bo'lish, insonlar uchun kerakli inson bo'lish. Bir anoni Hamidullo kim edi? Nimaga hozir aytaman sizga. Xayrullo Hamidovni bir aytgan gapi bor-da, shu joyiga. Sendan dunyo bessa bessin, seni dunyo essa essin. Ketganingni aytmay ketgin. Odamlarni o'zi bilsin. Tushunasizmi? Bu degani aytmoqchimanki, kelajakdagi maqsadim meditsina yo'nalishi bo'yicha, stomatologiyada, imенно stomatolog ortodontiya yo'nalishi bo'yicha o'zimning metodikamni o'ylab topish. Tushundingizmi? Bu metodika Asqar Zafarovich. Da. Shu yo'nalish bo'yicha meditsinada o'zimni qanaqadir o'rnimni qo'yib ketish. Tushunasizmi? Chunki men juda ko'p kitoblar o'qiganman, juda ko'p olimlarni metodikalarini o'rganganman.
Marko Rosa degan bir inson bor, hali ham tirik o'sha inson. O'sha insonni o'zi spesial apparati bor. O'sha apparat orqali jag'larni kengaytiramiz. Tushunasizmi? Marko Rosa. Xuddi shunga o'xshagan imенно artdan yo'nalish bo'yicha Askar Zafarovich yoki Azadent. Bu Azadent, meni ism familiyam Ahmadov. Askar Zafarovich Ahmadov. Shu meditsinada o'zimni nomimni qoldirish va insonlar bu metodika orqali insonlarga yordam berish. Tushunasizmi? Harakat qilyapsizmi? Xatolar qilasiz. Xatolar qilsangiz, xatolarni to'g'rilash uchun ilm o'rganasiz. Olgan ilmingizni xatolaringiz uchun ishlatib, undan siz motivatsiya olasiz. O'sha narsani insonlarga o'rgatasiz. Insonlar bu narsadan zavqlanib harakat qilishni boshlaydi. Harakat qilgan insonlar xato qilishni boshlaydi. Ular ham ilm o'rganib xatolarni to'g'rilashadi. Demak, sizni bitta harakatsiz minglab insonlarning harakatlanishiga olib kelsa, demak siz to'g'ri yo'ldasiz. Zo'r gap bo'ldi. Tushundingizmi? Zo'r gap bo'ldi. Shuning uchun har doim harakatdan to'xtamang. Zo'r gap bo'ldi. Bu sizlarga qisqacha suhbat Askar Zafarovich bilan, Abcenter kanali bilan. Ko'pchilik yoshlarga meni maslahatim shuki, o'qing, o'rganing, o'zingizni ustida ishlang. Yoshlikdan bo'sh vaqtingizni va o'zingizga har doim vlojeniyani o'zingizga qiling va yaxshi investitsiya bu o'zingizga qilgan investitsiya hisoblanadi. Til o'rganib, o'zingizni bir soha bo'yicha yetuk bir mutaxassis bo'ling. Ana shunda bir nimaga erishishingiz mumkin. Diplom bo'lmasa ham boy bo'lsa bo'ladi deb turib aytishadi. Shu narsani o'zim fikrimni aytib o'taman. Da, to'g'ri, diplom bo'lmasa ham boy bo'lish oson. Lekin diplomingiz bo'lsa, boy bo'lishingiz tezroq bo'ladi. Tushundingizmi? O'sha boy bo'lishga yaqinlashtirib beradi. To'g'ri yo'llarni ko'rsatib beradi. Shu sababli harakat qiling. Boy bo'lib emas, bir ishni mutaxassis bo'lsangiz, pul o'zi sizni oqtarib keladi. Boy aytganingizda aqlli bo'y bo'lasiz dedik-ku. Aqlli bo'y bo'lganingiz yaxshiroq, chunki chem aqlsiz bo'lganingizdan ko'ra. Bu hozir ko'pchilik aqlli fikrni beryapti-ku, masalan, aqlli gapiramiz, aqlli bo'lib qolamiz, ko'pchilik yo'q. Prosta har doim harakat qilib tavakkal ko'proq qilish kerak. Shunday. Tavakkal ko'proq qilish kerak. Biz o'ylaymizki, diplomga o'qishga kirsam 5 yil o'qiyman. Lekin 5 yil yashab qo'yganini bilmaydi. Shunday tez o'tib ketadi. Parallelni olib ketsangiz bo'ladi-ku, o'shani ham bemalol olib ketsangiz bo'ladi. Juda katta yordam beradi sizga. Diplom tomonlama, dokument tomonlama, yashash tomonlama, hamma tomonlama o'qish sizga juda katta yordam beradi. Chunki patent masalasi bo'yicha Rossiyada patent registratsiya muammosi, shu muammolarni prosta shuna yig'ib turib, muammolarni bu yoqqa yig'ishtirib qo'yadi. O'qish sizga juda katta yo'l ochib beradi Rossiyada yashash uchun. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Shunday. Har doim harakat qilinglar. Ikkita narsani bitta o'q bilan urasizlar. Birinchisi, o'qishga kirdinglar, registratsiyalaring, ishlaring, dokumentlaring hal bo'ldi. Bemalol Rossiyada xohlagan ishlaringni qilsanglar bo'ladi. Men shu ishlarni qilganman. Aytimi, undan biz ham o'tgan, Da. Askar Zafarovich ham o'tgan. O'ylayman, bugungi bizni olgan podkastimiz sizlarga kamga bo'lsa ham foydali bo'ldi. Agar savollar bo'lsa, yoqqan bo'lsa yoki обратная связь bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Askar Zafarovich bugun Samaraga kuzatamiz Moskvadan. Hammalariga rahmat, ishlaringga omad. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.